Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bismillahirrohmanirrohim deb tandir hasblarimizni boshladik. Mol go'shtlik, dumbalar solingan tovuq go'shtlik hasblarimizni pishirishni boshladik aziz obunachilar. Mana o'riyotlar soldik. Xudo xolasa inshaalloh Bismillahirrohmanirrohim deb boshladik ishlar. Mana aziz obunachilar, tandirimiz qizidi, cho'qlarimiz ham tushdi. Bemalol ro'zaga ham aytaverasizlar, kimga necha kilo kerak. Ro'zada ham pishiramiz. Iftorlikka, saharlikka qilib pishiraveramiz, aytaverasizlar. Hozir xudo xolasa inshaalloh pishadi. Ro'zada ham telefon qilaverasizlar, dastavka qilib yuboramiz. Aziz obunachilar, o'zinglar kelib olib kelsanglar ham bo'laveradi. Tandirimiz qizidi, xudo xolasa inshaalloh hozir go'shtlar solamiz. Mana mol go'shtlik hasbimiz dumbalar solingan. Mana aziz obunachilar, mana mol go'shtlik hasbimiz. Mana tovuq go'shtli hasbimiz, ziravorlar solingan. Mana go'zal va betakror bo'lib xudo xolasa inshaalloh pishadi. Hozir tandirga solamiz. Tandirimiz ham qizidi, xudo xolasa inshaalloh. Mana tovuq hasblarimiz hozir tandirda pishadi, xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa inshaalloh ro'zaga ham pishiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ro'zada to'xtab qolmaymiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Telefon nomerlarimiz pastda bor. Murojaat qilib telefon qilaverasizlar. Mana tovuq hasblarimiz pishdi aziz obunachilar. Go'zal va betakror bo'lib. Mana mol hasblarimiz pishdi. Dumbalar solingan, mol go'shtlari solingan, mol hasblarimiz pishdi. Mana go'zal va betakror bo'lib pishdi. Allohga shukr. Mana tovuq hasb pishdi, ziravorlari bilan qaynaqqina mana hozir chiqdi. Mana mol hasb, dumbalar solingan, ziravorlar qaynaqqina mana aziz obunachilar. Kimga necha kilo kerak, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana tovuq hasblarimiz ham go'zal va betakror bo'lib pishdi. Mana aziz obunachilar, go'zal va betakror bo'lib bulyonlarimiz ham pishdi. Mana go'zal va betakror bo'lib pishdi bulyonlarimiz. Kelaverasizlar, kimga necha kilo kerak aziz obunachilar. Mana bulyonlarimiz ham go'zal bo'lib pishdi. Mazza.